Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultayı tor televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Ben Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Amerikanın yeni prezidenti Joe Biden'ın Xitoy hakimiyyətinin Uyğurlar qarşı irqi qırğınçılıq yürgüzüyotqanlığını təkidləşi, chet ellərdəki Uyğurlarning va xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının alqışıga erişdi. Washington Күзәткүчесе гезитінің 24 январ xabar qilishicha Oqsaroy Davlat Xavfsizlik Kengashining bayonotchisi Emily Xorni mazkur gezitning muxbiriga Prezident Biden Uyg'urlarga qaratilgan bostirishni irqiy qirg'inchilik deb atadi va uningga mumkin bo'lgan eng kuchli iboralar bilan qarshi turdi degan. Sobiq Trump hukumati vazifadan ayrilishdan bir kun burun mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkistonning yerli xalqi qarta rahimsizlarcha yurgizib kelayotgan zulmini rasmiy yuzida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan. Biroq Trump hukumatining bu qaroriga yangi prezident Bidenning qanday inkas bildirishi xalqaroning diqqat nuqtasiga aylangan edi. Washington Күзәткүчесе gazetining bildirishicha Oqsaroy Davlat Xavfsizlik Kengashining bayonotchisi Emily Xorni Bidenning bu masaladagi pozitsiyasida hech qanday o'zgarishning yo'qligini, Bidenning bundan keyin Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb ataydiganligini bildirgan. Buning oldida Biden hukumatining yangi tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerika Kengash palatasining guvohlik yig'inida qilgan so'zida sobiq tashqi ishlar ministri Pompeoning bu vaqtdagi qarorini qo'llaydiganligini, o'zining Xitoyni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi deb qaraydiganligini bildirgan edi. Kanada parlament a'zosi Kanada Federatsiya hukumatini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilishga chaqirgan. Kanadadagi Yer shari pochtasi gazetining xabar qilishicha Kanada konservativlar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Garnet Giyunis bilan Michael Chong 24 yanvar bayonot e'lon qilib, Kanada hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizilayotganligini rasmiy e'tirof qilishni talab qilgan. Ular bayonotida Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikning sistemalik nopus kontroli, jinsiy zo'ravonlik va keng ko'lamli tutqunni o'z ichiga oladiganligini bildirgan. Kanada Avam palata a'zosi Michael Chong bu vaqtda qilgan so'zida, konservativlarning Avam palatasida Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risida taklif loyihasi sunadiganligini bildirgan. Ular Xitoyning irqiy qirg'inchilik sodir qilganligini sobiq Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo e'tirof qilib qolmay, Biden hukumatining tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning e'tirof qilganligini ta'kidlagan. Kanada parlamenti Avam palatasining kishilik huquq komiteti o'tgan yil Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin Kanadaning bosh ministri Trudeau hukumati buningga ifoda bildirishni rad qilgan edi. Yer shari pochtasi gazetining aytishicha Kanada parlament a'zosi Garnet Giyunis bilan Michael Chong Kanada konservativlar partiyasining hukumatni Biden hukumatiga yaqindan moslashib, Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qilishga, shuningdek boshqa ittifoqdoshlarini buningga rag'batlantirib, bu qirg'inchilikqa qarshi tang harakat qilishga chaqirdiganligini bildirgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynagan va bu sababdan Xitoy hokimiyatining eng asosli hujum nishonlarining biriga aylangan germaniyalik tadqiqotchi Adrian Ziniz apanda oldingi kuni Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida Amerika Avam va Kengash palatalariga sunilgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasining rasmiy ma'qullanishining intayin muhimligini ta'kidladi. Adrian Ziniz apanda Amerikaning yangi hukumatining navbatda yurgizishga tegishli strategiyalari haqida to'xtalib mundaq dedi. Meningcha eng muhim strategiyalarning biri majburiy emgak masalasi haqida Biden hukumati jiddiy harakatga o'tishi kerak. Chunki Xitoy kompartiyasi uchun masalaning iqtisodiy foyda ziyni muhim. Xitoy hukumati masala pulga berib taqashganda ondan boshqalarning fikrini anglaydi. Shunga Xitoyga barliq paxta mahsulotlarini cheklaganga o'xshash yuqori summalık savdolar ta'sir ko'rsatadi. Amerika Avam va Kengash palatalarida sunilgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasining ma'qullanishi bek muhim. Chunki bu qonun loyihasi Xinjiangdan chiqqan har qanday mahsulotning import qilinishini cheklaydi. Hamda majburiy emgakka chetishliq har qanday mahsulotning Xitoydan chiqishini cheklaydi. Adrian Ziniz apanda ta'kidlab mundaq dedi. Meningcha yangi navbatlik Amerika hukumati burunqidek o'zi yolg'iz harakat qilmasdan boshqa davlatlarni birga harakatga o'tkazishga tirishadi. Amerika boshqa davlatlar agishga tegishlik import cheklamasi, majburiy emgak qatorliq masalalarni o'ttirg'a qo'ydi. Irqiy qirg'inchilik kelishimnomasi va boshqa kelishimnomalarga asosan Xitoy kompartiyasining Amerikadagi ta'sirini azaytish uchun Amerikadagi Xitoy elchixonasini taqashmo o'ylashadigan qadamlarning biri. Shunisi aniqki, bu xil vahshiylik xalqaroliq birlik talab qiladi. Bu Biden hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatlarida qanchalik ching turishiga bog'liq.
Növətdə Xitay hökuməti Şərqi Türkistandakı hər qaysı sahələrdə başlatqan Amerikanın sabiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo əpəndimni kurash qilish harakatida Adrian Ziniz əpəndimni birga qo'shib kurash qilib kelmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyatining Amerikaning sabiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoga qarshi o'ktamlarcha boshlatgan tashviqot urushi yuqori pallaga chiqdi. 19 yanvar Amerikaning sabiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgandan keyin Xitoy hokimiyati 20 yanvar Trump hukumatining Pompeo boshliq 28 nafar xodimiga jazo e'lon qilib qolmay 20 yanvardan boshlab yana Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotlarida va Xitoyning zuvoni bo'lgan Yer shari vaqti gazeti qatorliq har xil tashviqot qurollarida Mike Pompeoga qarshi hujumlarni tez suratda ko'paytirishga boshlagan edi. Bunun bilan puxadan chiqmagan Xitoy hokimiyati Sharq Turkistondagi har darajalik partiya hukumat organlarida va har qaysi sohalarda Mike Pompeoni kurash qilish harakatini qanot yoydirish bilan birga ba'zi Uyg'urlarning nomida Mike Pompeoni haqoratlaydigan maxsus maqolalarni e'lon qildirishga boshlagan. Masalan, Xitoyning boshqarishidagi Oltay xəvərlər torining 25 yanvardagi uchurlarga asoslanganda atalmış Uyghur Abdunum rayonluq intizom tekshirish komitetining kotibi Hamdulla Abla Tangritog torida Xinjiangning muqim gullangan taraqqiyot amaliyotini qoralash undaq oson emas. Pompeoning qabih plani mag'lub bo'ladi nomli bir maqola e'lon qilgan. Maqola mundaq jumla bilan boshlangan. Yaqinda men Pompeoning Xinjiangni qoralab hujum qilgan amaliyotga uyg'un bo'lmagan so'zlarini ko'rgandan keyin intayin g'azablandim va norozi bo'ldim. Pompeo tarqatgan Xinjiang masalasini o'z ichiga olgan har xil ig'volar Xinjiangdagi 25 million har millat xalqiga qilingan haqoratdir. Balki xalqaroliq axloq va asosiy vijdoniy tushunchalarga qilingan osiylik ham xirisdir. Xinjianglik bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan qattiq norozilik bildiraman va qat'iy qarshi turaman. Hamdulla Abla maqolasida Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotlarida e'lon qilgan mazmunlarga parallel holda yana mundaq deydi. Pompeo Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa osonliq millatlar xohlagancha tutib qamilyotidi. Kishilik erkinlikka tajovuzga uchrayotidi deb hujum qildi. Bu butunlay zaharlik fitna. O'g'rining o'g'rini tutishga chaqirishidir. Pompeo taxtdan tushadigan mezgilida go'yo bir g'aljir ishdak asabiylarcha hujum qilib, Xinjiangni qorlab, o'zining tarixdagi eng nachar, eng cherik, eng nomussiz tashqi ishlar ministrlik sat qiyofatini yana bir qitim oshkorladi. Pompeoning qilmishlari xalqaroliq adolat mezonlari va qimmat qarashi o'lchamlariga, insoniy axloq va vijdoniy tushunchalarga xilofdir. Ma'lum bo'lganidek, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 20 yanvar Beijingda muxbirlarning savollariga javob berganda, Mike Pompeoni Hamdulla Abla maqolasida tilga olgan o'xshash iboralar bilan ayblagan edi. Analizchilar Xitoy hokimiyatining vatan ichidagi Uyg'urlarni Pompeoni kurash qilishga va uningga til haqorat yog'dirishga qistishini uchiga chiqqan axloqsizlik va razillik deb ayblash bilan birga, mustabid Xitoy hokimiyatini xuddi tog'dek dalil paketlar oldidimi o'zining gunohini e'tirof qilmay, bezirib turib oladigan yuzi qilin jinoyatchiga o'xshatmoqda. Angliyadagi Yahudi jamoati rahbarlarining 27 yanvar Yahudi cho'ng qirg'inchiligi xotira kunini Uyg'ur masalasiga markazlashadiganligi, Uyg'urlar uchrayotgan zulmni tanqidlaydiganligini bildirdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Yahudilar ati, ya'ni 27 yanvar faoliyat o'tkazib, natsistlarning 2-dunyo urushida Yahudilarga elib bo'lgan cho'ng qirg'inchiligini xotirlaydi. Angliyadagi muhabbatchi gazetining xabar qilishicha, Angliyadagi Yahudi jamoatining rahbarlari bu yilgi cho'ng qirg'inchilik xotira kunining Uyg'urlar uchrayotgan zulmga markazlashadiganligini bildirgan. Xabarda Yahudilar jamoati rahbarlarining Yahudilar Uyg'urlar uchrayotgan zulmga qarshi so'zlashga haqliq va ularning axloqiy majburiyati bor deb ko'rsatganligi bildirilgan. Muhofizatchi gazetining ta'kidlashicha, Reni Kassin nomli Yahudi kishilik huquq tashkilotining ijroiya direktori Mia Xasinus Gerus cho'ng qirg'inchilik xotira kuni diqqatni zulmga uchrayotgan boshqa xalqlarga markazlashtirishning Yahudilar uchun muhimligini bildirgan. Angliyadagi Yahudi diniy konservativlar iqimining yuqori darajalik diniy ulamosi Jonathan Wittenberg mundaq degan: Biz o'z xalqimizning jismi orqali ziyonkashlikning nima ekanligini o'rgandik. Boshqa xalqlarga qarata ularning kimligi sababli jinoyat sodir qilinsa, uningga sukut qilishni axloqiy jihatdan tushundirgili bo'lmaydi. Uning ta'kidlashicha, Angliyadagi Yahudi jamoati Uyg'urlarni qo'g'dash uchun harakat qilish to'g'risidagi chaqiriqlarni qo'llaydi ekan. Angliyadagi Yahudi jamoati Uyg'urlar masalasida nihoyatda aktiv bo'lib, ular Xitoyga kuchli tadbir qo'llanishni talab qilib kelgan. Amerika Xitoy urush aeroplanlarining Tayvan havo bo'shlig'iga kirishi munosabati bilan Xitoyni ogohlantirib, Tayvanga tahdid silishni to'xtatishni talab qilgan. Shuningdek, Theodore Roosevelt nomli aviamatkasini Tayvan bo'g'zi orqali Janubiy dengizga avatgan. Tayvan davlat mudofaa ministrligi 23 va 24 yanvar kunlari orqa-orqadan 10 necha Xitoy urush aeroplanining Tayvan havo bo'shlig'iga usib kirganligi
Tayvanning urush aeroplanlari va havo mudofaa boshqariladigan bombalarni harakatlantirib, Xitoy urush aeroplanlarini Tayvan havo bo'shlig'idan yiroqlashtirganligini e'lon qilgan edi. Bu vaqa Biden hukumati 20 yanvar vazifa topshirib olib orqadan yuz bergan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price 23 yanvar bayonot e'lon qilib, Xitoyni Tayvanga tahdid silishni to'xtatishga chaqirgan. U Beijingni Tayvanga harbiy, diplomatik, iqtisodiy besim ishlatishni to'xtatib, Tayvanning demokratik yo'llar bilan saylangan vakillari bilan haqiqiy suhbat o'tkazishga chaqiramiz degan. Uning ta'kidlashicha, Amerika Tayvanning yetarli darajada o'zini qo'g'dash iqtidoriga erishishiga davomli yordam qiladi ekan. Bunun oldida Oqsaroyning davlat xavfsizlik bayonotchisi Emily Horne Amerikaning Tayvanga bergan va'dasining tashdek mustahkam ekanligini bildirgan. Xəvərlərdə ta'kidlashicha, Theodore Roosevelt nomli aviamatkaning Tayvan bo'g'isi orqali Janubiy dengizga kirishi, Xitoyning Tayvan havo bo'shlig'iga usib kirishi bilan munosabatlik yoki emasligi aniq bo'lmasimi, ammo uning prezident Biden vazifa topshirib olib orqadan Tayvan bo'g'zidan o'tishi Xitoyga berilgan kuchli bir signal ekan. Türkiye Gelecek Partiyasining raisi, sobiq Türkiye Bosh ministri Ahmet Davutoğlu yaqinda Gelecek Partiyasining Anqaradagi markazida o'tkazilgan matbuot yig'inida qilgan so'zida, Amerika Davlat Majlisida, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa parlamentida Sharq Turkiston masalasi kun tartibga kelayotgan bugungi kunda Türkiye hukumatining Türkiye parlamentida bu masalani o'ttirg'i qo'ymaganligini qattiq tanqid qildi. Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan hukumati bilan uni qo'llayotgan Millatchi Harakat partiyasining Uyg'ur siyosatini qattiq tanqidlab munolarni dedi. Türkiye parlamentida Uyghur meselesini kun tartibga ilib kagili qo'ymaydi. Uyghur qarindoshlarimiz uchrayotgan zulmni hukumatning qo'llayotgan davlat bog'chalimi kun tartibga ilib kelinmaydi. Amerika hukumati irqiy qirg'inchilik ekanligini e'lon qildi. Lekin bizning hukumat bu masalani tilga olmayotdi. Germaniyalik dunyoga mashhur turk futbolchi Mesut Özil yaqinda Angliyaning Arsenal klubidan Turkiyaning eng chong futbol klublarining biri bo'lgan Fenerbahçe futbol klubiga yetkazgan bo'lib, Turkiyaning hozirgi prezidenti Recep Tayyip Erdoğan apandi bo'lsa kichikidan tortib Fenerbahçe futbol klubining eng qizg'in tarafdorlarining biridan iborat. Ma'lum bo'lganidek, u 2019-yili dekabrda o'zining Twitter, Facebook, Instagram qatorliq ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarga zulm va besim qilayotgan, Xitoy hukumatini va bu zulmga sukut qilgan musulmon dunyosini qattiq ayblagan. Uning bu bayonoti xalqaro zo'r g'ulg'uli paydo qilgan edi. Türkiye Gelecek Partiyasining raisi, sobiq Türkiye Bosh ministri Ahmet Davutoğlu yuqorida qilgan so'zida Mesut Özilni prezident Recep Tayyip Erdoğan'ga Uyg'ur masalasini anglatishga chaqirib mundoq dedi. Mesut Özil Fenerbahçe futbol klubiga keldi. Buningdan hammamiz bek xursand bo'ldik. Mesut Özil apandi prezident Erdoğan bilan uchrashganda Uyg'ur masalasini anglatsin. Biz Erdoğan'ga Uyg'ur masalasini tushundiranmadik. Balki Mesut Özilga yuz kelinmay anglagandan keyin Uyg'ur masalasi to'g'risidagi sukutini buzishi mumkin. Hukumat nomus qilsin. Nomus. Ahmet Davutoğlu bayonotida hukumatning Uyg'ur masalasida Mesut Özilchilik bo'lanmadi deb ayblab mundoq dedi. Angliya parlamenti, Yevropa parlamenti va Amerika parlamentida Uyg'ur masalasi o'ttirg'i qo'yilayotgan bugungi kunda sizlar bu yerda millatchilik va milliylikni ta'kidlab turib, Mesut Özilchilik Uyg'urlar to'g'risida fikr bayon qilinmayapsizlar. Mesut Özilga shuni demoqchimanki, sening futboldagi utuqlaring kishilik huquqlari jihatdan davom qiladi. Uyg'ur masalasiga izchil holda ko'ngil bo'lib, Turkiya hukumatining sukutini buzg'in. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dünya Uyghur qurultiyyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər pируграммисini diqqətinizə sunduk. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.